Чемпион Пимпиолина вообще. Ты никто из вас тебя никак deydi javob. Assalomu alaykum hurmatli obunachilarimiz. Avtolider avtosalondan eksklyuzivniy avtomobil, eksklyuzivniy narxini bilish uchun videoni oxirigacha ko'ringlar, lekin narxi ham top. Boshqa joyga qaraganda ancha past. Eng основной konfiguratsiyasi bu avtomobilda bu Germaniyada yig'ilgan Mercedes-Benz 200 400. Buni avtomobilimizning zapas xodasi 400. Realik zeti avtomobilimiz 300 km bemalol yurib beradi. Maksimalni komfortni hurmatli obunachilarimiz videoni ko'ringlar. 63 ming kilometr mashinamiz yurgan, lekin shu yurishiga o'tirib haydagan endi bir 10-15 mingdan farqi bo'lmaydi. Javob avzorni boshladi. Bu avtomobilni polnoценный tushuntirish uchun sizlarga boshida kirib kelgan narxini aytaman. 2020-yil bu avtomobil 125 ming dollarga kirgan. Endi tasavvur qilinglar u qanaqa avtomobilligini. Avtomobilimiz shahar ichida yurishga juda kompaktli, juda yumshoq. Avtomobilimizda 20 diska. Qaranglar, bagaji ham bitta oilani bemalol ro'zg'ori sig'adigan narsa. Malyaska disklarni ayolga olib bersanglar, faqat don tegdi qolasizlar. Ketdi. Salonimizga xush kelibsiz hurmatli obunachilarimiz. Bismillah, sekin tezroq boshladi. Salonimizni qaranglar, juda ko'zga yoqimli avtomobil tomoni. Kачествоsi, yig'ilgani, yumshoqligi, шумоизоляцияsi hammasi yuqori sifatda, особенно управляемости. Bu avtomobil balon uklonda yotadi, bilasizlar, yotganda sal uklon bilan yotadi. Bu degani yana дополнительный gradus beradi sizlarga при повороте. Bismillah, sekin avtomobillar yurishini ko'ramiz. Mana yurishini ko'ryapsizlar. Avtomobil raketa hurmatli obunachilarimiz. Gelik 6.3 4.5 da chiqsa bu 5.1 sekundda chiqadi. Yana aerodinamika sababli bu avtomobil gelikdan ham o'tib ketadi. Men o'ylashim bo'yicha bitta qo'yib ko'rish kerak. Adak торможение, наворотлari avtomobilimiz eng top уровеньda. Привет, Mercedes. Чем могу помочь? Включи ароматизацию. Включаю ароматизацию. Mabodo mashinada yoqmasa biroz gapirsanglar o'zi полностью mashinani освежить qilib beradi. Привет, Mercedes. Чем могу помочь? 19 градусов. 19 градусов на стороне водителя. Ko'rdinglar, qo'l cho'zib ovora o'pam o'tirmaysizlar, gap o'zida ishni bitirib tashlaysizlar. 3 ming lekin u mashinada yurayotganimda 63 ming rostdanmi deb so'rayapman-da. Pravey, katta yama bor, undan ham indamay o'tib ketdi. 20 diskalada yurishi tomonu yumshoqlik bo'yicha lipilarga ham povutni bermaydi. Lekin anu chempion Pimpiolina вообще. Ты никто из вас тебя никак deydi javob. Avtomobilimizda обогрев, обдув сиденьеlarimiz bor, head-up display, burmester akustika, o'ta lyukimiz. Endi hamma narsasi qo'yilgan, avto touchpad, 360 gradus kamera, datchik sleeping zone, avto торможение. Ishqi Mercedes bu avtomobilga bor-yu navorotini tiqqan. Davodchiki yo'q, faqat elektromobil bo'lgani uchun avtomobilimizga 43 ming dollar so'rayapmiz. OLXda 50-55 ming so'rayapti hurmatli obunachilarimiz. Lyo'xiy ovozi bilan yurib berishi ham zo'r. Juda yarki head-up display. Hamda полностью o'zgaradigan podsvetkalar. Mana qaranglar, bronza rang deflektor, yana bronza anaqalari hamda avtomobil tomoni bitta o'tirib, kelib haydab ko'rsanglar bo'ladi. Agar gapimizda sal bo'lsa ham shubhalanayotganinglarda, mashinani haydab ko'rganinglarda rostdan u yoki allamabdi deysizlar xohlasa. Nima deymiz hurmatli obunachilarimiz, любой avtomobil наличие на заказ. Hammalarni avtolizerda kutib qolamiz. Hamma niyat qilganlardan bitta like, e'tibor uchun rahmat.